Eleven tirik bo'lishi mumkinmi? Demogorgonlar final jangda qayerda edi? Mind Flayer nega bunchalar tez yengildi? Nega Dastinning qizi Syuzining hikoyasining oxiri 5-sezonda ko'rsatilmadi va serialning davomi chiqadimi? Bugungi videoda hozirgi kunda internetni portlatayotgan G'alati narsalar serialining 5-sezonida siz payqamay qolgan detallar va ochiq qolgan savollarga javob olasiz. Serialning 5-sezonining ilk daqiqalarida bizga 1983-yilning noyabr oyi ko'rsatiladi. Bu o'sha Will Byers Demogorgon tomonidan o'g'irlab ketilgan sana. Will rolini bu yerda boshqa bola o'ynagan va uning yuzi grafika yordamida Willning yoshligidagi ko'rinishiga o'zgartirilgan. Serialning barcha sezonlarida Mike doim qayergadir shoshadi yoki ulgurmaydi. Birinchi sezonda do'stlari bilan o'yin o'ynagani uchun kechki ovqatga kechikadi va onasi ularni chaqiradi. Ikkinchi sezonda esa o'yinga pul yig'ishni unutgani uchun o'yinxonaga kechikib boradi. Uchinchi sezonda do'stlari bilan kinoga tushish paytida ancha kech yetib keladi. To'rtinchi sezonda esa Elevenning maktubi sababli maktabga kech qoladi va oxir-oqibat 5-sezonda ertalabki nonushtaga kechikmoqda. Dastin to'liqligicha 4-sezonda o'lgan do'sti Eddiening ko'rinishini takrorlamoqda. Soch turmak va futbolkadan tashqari uning qo'lida xuddi Eddinikiga o'xshagan uzuk ham mavjud. Maktabdagi umumiy ovqatlanish paytida esa 4-sezondagi Eddie o'tirgan joyni egalladi. U yerdagi Eleven qidirilayotganligi haqidagi e'londa haqiqiy ishlaydigan raqam yozilgan. Unga telefon qilsangiz, politsiyachining yozib olingan ovozini eshitasiz. Unda aytilishicha, Hawkins shahri yer qimirlashi sababli vaqtinchalik karantinga olingan va askarlar Jane Hopper ismli qizni izlamoqda. Shuningdek, biz ilk bor ushbu e'londa Elevenning tug'ilgan yilini bilib olamiz. Demak, u 5-sezon voqealari paytida 15 yoshda bo'lgan. G'alati narsalar seriali faqat 5 ta sezondan iborat emas, unga qo'shimcha tarzda teatr versiya ham suratga olingan va serialdagi voqealar bilan bog'liq. Unda Henry Krill qanday qilib yoshligida o'z qobiliyatini qo'lga kiritganligi ko'rsatilgan. Bu haqida video davomida yana to'xtalib o'tamiz. 5-sezondagi Dr. Keyning askarlaridan biri rolini ijro etgan aktyor Alex Bro o'sha teatrda Dr. Brenner rolini ham o'ynagan. Holli va boshqa bolalarning ustozi Miss Harris haqiqiy hayotda ham kasbi ustozlik va G'alati narsalar serialining rejissyorlari aka-uka Dufferlarni shaxsan o'qitgan. Dastin Eddiening qabrini ziyorat qilayotgan paytda unga sportchi bolalar tashlanadi. Aynan shu yerda Demogorgonning yana bir qurboni Barbara Hollandning ham qabri mavjud. Eslatib o'taman, Barbara Nancyning dugonasi bo'lib, 1-sezonda Demogorgon tomonidan o'ldirilgan edi. 5-sezonning 2-epizodida Nancy yuvinish xonasida stressga tushgan sahna mavjud. Xuddi shunday sahnalar oldingi sezonlarda ham bor edi. Avtorlar ushbu sahna bilan u o'z hissiyotlari bilan kurashayotganligini bizga ko'rsatib berishgan. Robin Joyce'ni kondensator oqimi ishdan chiqibdi deb aldaydi. Bu esa kelajakka qaytib filmiga belgi. 3-sezondagi ruslar bilan bo'lgan muammodan keyin Robin va Steve aynan o'sha filmni kinoteatrda tomosha qilishgan edi. Demogorgon Willerlar uyiga hujum qilib, Hollini o'g'irlab ketganidan so'ng Henry uni xayolidagi uyiga olib boradi. Holli esa u yerdagi ko'ylaklarni birin-ketin kiyib ko'ra boshlaydi. Shuningdek, sarig'ini ham. Ushbu ko'ylak bir paytlar Henryning singlisiga tegishli bo'lgan. Bu haqida 4-sezondagi Henryning otasi aytib bergan voqeadan bilib olsak bo'ladi. 3-qismda esa bizga yangi personaj Derek o'z xonasida ilk video o'yin Arvohlar va Goblinlar o'yinini o'ynayotgani ko'rsatiladi. O'yinning syujetiga ko'ra, Ritzer malikani xavfdan qutqarib qolishi kerak. Aynan final qismda Derek xuddi o'yindagi Ritzer kabi Hollini Henry changalidan qutqarib qoldi. Derekni Demogorgon changalidan qutqarish uchun qo'yilgan tuzoqlar esa uyda yolg'iz filmini eslatib yuboradi. Will ombordan chiqqan sahnada Joyce unga qalinroq kiyinishini so'raganda u sovqatmayotganini aytdi. 2-sezonda ham Will uni boshqarayotgan mavjudotga sovuqlik yoqishini aytgan edi. U Demogorgonning miyasiga ulangan sahnada Henry bolalarni qayerda ushlab turganini ko'rib qoladi va Henry buni ko'rishimni xohlamagandi deb aytadi. Bunday gapni u 2-sezonda laboratoriyadagilarga ham aytgan edi. 5-sezonning 4-qismida Vekna teskari dunyodan asta-sekin chiqib kelayotgan sahna ko'rsatiladi. Avtorlar uning bu yerdagi paydo bo'lishini Yulduzlar jangi franšizasidagi Darth Vaderdan ilhomlanganligini tasdiqlashdi. Final qismdagi bitiruv kunida Dastin sahnada chiqish qiladi va direktorni masxara qilib, diplomni uni qo'lidan tortib oladi va o'rta barmog'ini ko'rsatadi. Bu esa 4-sezondagi Eddie bitiruv kuni qilmoqchi bo'lgan ishiga belgi. Eddie Manson bitiruv kunigacha tirik qolmadi, lekin Dastin uning bu uslubini haligacha yodda saqlayotgan ekan. Aynan o'sha chiqishdan so'ng Dastinning oldiga
uyiga Steysi keladi. Bu o'sha ikkinchi sezondagi Dastinning raqsga tushish taklifini rad etgan qiz. Demak, o'sha paytda Nensining qizlar haqida aytgan gapi to'g'ri bo'lib chiqdi. Stivning esa Dastinga soch turmak va tashqi ko'rinish haqidagi bergan takliflari qizlarga qarshi ishlamadi. Unga faqat sahnada Edining xarakteridek muomala qilish yordam bera oldi. 4-sezonda Willning qo'lida ajdar tasvirlangan rasm bor edi. Aynan o'sha rasmni 5-sezon finalidagi Mike o'tirgan xonada ko'rishimiz mumkin. Mikening bu o'tirishi esa Uzuklar hukmdoridagi Bilboning xonada o'tirib hikoyani yakunini yozayotganligini eslatib yuboradi. Vekna Hopperning ongiga kirgan sahnada bizga bochkadagi kislotalar ko'rsatiladi. Hopper ular yordamida bir paytlar Vyetnam bilan bo'lgan jangda askarlarni zaharlagan. Aynan o'sha zahar oqibatida uning qizi Sara rak kasaliga chalinadi va vafot etadi. Hopper esa uning o'limiga butun umr o'zini aybdor deb bilardi. Vekna bularni unga eslatib, hissiyotlari bilan o'ynaydi. Kichkina Genri g'orda ekanligida uning kiyimida 11:06, ya'ni 6-noyabr sanasini ko'rishimiz mumkin. Aynan shu kuni Will Byers Demogorgon tomonidan o'g'irlab ketilgan edi. Mike bilan bo'lgan final sahnaga qaytadigan bo'lsak, uning stoli ustida Elevenning rasmi turibdi. Bu esa uning tirikligiga yana bitta belgi. Bu haqida birozdan so'ng batafsil aytib o'taman. Mikening onasi Karen bitiruv kuni oldi ochiq kiyim kiygan. Bu uning Demogorgon bilan kurashib olgan jarohatini va Hollyni qutqarish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilganligini ko'rsatish uchun qilingan. Dastin sahnada gapirib bo'lgach, hamma xursandligidan o'rnidan turadi. Albatta, uni do'pposlagan Endidan tashqari. Genri toshni qo'lga olgan sahnada u yerdagi odam unga qarshilik qilishini yo'qsa tosh uni butunlay yutib yuborishini aytadi. Bu esa Uzuklar hukmdoridagi Uzuk bilan bo'lgan voqeani eslatadi. Mana serialning 5-sezonidagi asosiy qoldirilgan belgilarni ko'rib chiqdik. Endi esa ba'zi ochiq qolgan savollarga javob berib o'taman. Masalan, Eleven tirik bo'lishi mumkinmi? Serialdagi ushbu sahnada u o'z do'stlari va butun dunyoni keyinchalik xavfga qo'ymaslik uchun teskari dunyoga kiradi va u bilan birgalikda yo'q bo'lib ketadi. Oradan 18 oy o'tganidan so'ng esa Mike bitiruv kunidagi kolonkaning yoqimsiz ovozidan ba'zi detallarni payqab qoladi. Ya'ni o'sha kechada Elevenning kuchini cheklovchi uskunalar bor edi va ular unga hech qanday ta'sir o'tkazmadi. Bilamizki, ushbu qurollar faollashsa, u hatto o'rnidan turishga qiynalib qoladi. Bu yerda esa bemalol turibdi. Yana bitta detal, ularning suhbat paytida Eleven Mikening ongiga kirish uchun o'z kuchidan foydalanadi. Lekin bu yerda uning burnidan qon kelmayapti. Demak, Mikening 8-qism oxirida aytgan teoriyasi qisman to'g'ri bo'lib chiqmoqda. Eleven yo'q bo'lib ketayotganda esa David Bowie'ning Heroes qo'shig'i qo'yildi. Bu qo'shiq 1-sezonda Willning soxta tanasini topishgan paytda va Jim Hopperning 3-sezondagi o'limi paytida ham qo'yilgan. Keyinchalik bizga ma'lum bo'ldiki, Will ham Jim ham tirik. Demak, Netflix serialda kimningdir o'limini uyushtirgan sahnada ushbu qo'shiqni ishlatadi. Shu yerda yana bitta savol tug'iladi. Kalli o'lgan bo'lsa, bu yerda qanday qilib sehr ishlatdi? Uning o'limi oldidan aytgan gaplariga e'tibor bering. Mening hikoyam shu yerda tugashi kerak edi deganidan so'ng bizga bir necha soniyaga Hopper ko'rsatiladi va qaytib kelganida Kalli allaqachon o'lgan edi. Lekin ular bu orada nima haqida gaplashganliklari ko'rsatilmadi. Uning bu yerdagi o'limi illyuziya bo'lishi mumkin. Ya'ni Jim Hopper keyinchalik Elevenni o'lganligiga shubha qilmasligi uchun. Kalli o'z kuchini ishlatib, Hopperning ko'ziga xuddi o'lgandek ko'rinadi. Eleven esa u tirik ekanligini bilardi va bu sahnada unchalik ham qayg'urgani yo'q. Portaldagi sahnada esa Kalli oxirgi qolgan kuchini sarflab, Elevenning hayoti yaxshilanishiga katta hissa qo'shdi va o'zi halok bo'ldi. Navbatdagi savol, Demogorgonlar final jangda nega Veknaga yordamga kelishmadi? Bu savolga serialning rejissyorlari aka-uka Dufferlar quyidagicha javob berib o'tishdi. Veknaning tanasi X o'lchamda bo'lganligi uchun u yerga boshqalarning qadami yetmaydi deb o'ylagan. Shuning uchun u Demogorgonlardan foydalanmadi. Unda Demogorgonlarning boshlig'i Mind Flayer bor ekan, ko'ngli xotirjam bo'lgan va qahramonlarning to'satdan hujum qilishini kutmagan. Keyingi savol, Mind Flayer nega bunchalar tez yengildi? Axir u butun boshli serialning asosiy yovuzi edi-ku. Mind Flayer va Vekna bir-biriga bog'langan. Biri jarohatlansa, ikkinchisiga ham ta'sir qiladi. Will va Eleven birgalikda uni yenganidan so'ng Mind Flayer ulkan o'rgimchak tanasini tark etadi. Ya'ni u o'lgani yo'q, shunchaki tutunga aylanib uchib ketdi xolos. Va u hali ham o'sha X o'lchamda yashamoqda. Henry Krill super qobiliyatini qanday qilib qo'lga kiritganligi haqida serialda qisqacha qilib ko'rsatib o'tishdi. Lekin bu haqida oxirgi Soya shousida yetarlicha ma'lumot berilgan. Ikkinchi jahon urushi paytida AQShning razvedka agentlari kemalarini ko'rinmas shaklga kiritib ayg'oqchilik qilmoqchi bo'ladilar. Lekin kema to'satdan boshqa dunyoga, ya'ni o'sha Mind Flayer yashaydigan X o'lchamga teleport bo'lib ketadi. Undagi odamlarning barchasi esa o'sha yerda halok bo'lishadi. Faqatgina Dr. Brennerning otasi tirik qaytib keldi. Dr. Brenner esa shundan
Shundan so'ng ular tushib qolgan dunyoni o'rganishni boshlaydi. Uning ishxonasidagi ayg'oqchilardan biri u yerdagi sirli tosh saqlanadigan baksni o'g'irlab ketib, ruslarga sotmoqchi bo'ladi. Lekin u shaxtaga berkingan paytida kichkina Genri tasodifan uni ko'rib qoladi va oldiga keladi. Toshni qo'liga olganidan so'ng Mind Flayer unga super qobiliyatini beradi va u ayg'oqchini o'ldiradi. Shundan so'ng kichkina Genri bir hafta davomida X o'lchamga teleport bo'lib ketadi va qaytganidan so'ng Dr. Brenner uni Kamalak proyektining a'zosiga aylantirib, uning qonidan yangi super bolalarni paydo qilardi. Dastinning qizi Suzy nega 5-sezonda ko'rsatilmadi? Axir u 3 va 4-sezonlarda qahramonlarga katta yordam bergandiku. 5-sezonda esa Dastin boshqa qiz bilan bo'lishiga belgi qoldirildi. Gap shundaki, Suzyning dadasi barcha aloqaga chiqadigan uskunalardan foydalanishini taqiqlab, undan kompyuterini olib qo'ygan va shundan so'ng ular boshqa muloqot qilishmadi. Dastin esa yaqin do'sti Edining o'limidan so'ng bunaqa narsalarga unchalik e'tibor bermadi va ular shu bilan ajrashib ketishdi. Va 5-sezondagi asosiy savol, Derek qanday qilib shaxtadagi kichkina teshikka sig'di? Eslasangiz, u yerdan Maxning o'zi zo'rg'a o'tgan edi. Balkim u Winnie Puhga o'xshab tiqilib qolgan va do'stlari uni orqasidan itarib yordamlashgandir. Siz nima deb o'ylaysiz? Baqaloq qanday qilib ushbu teshikdan o'tdi? Albatta javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Serialning davomi chiqishi mumkinmi? Albatta Netflix bunchalik mashhur proyektni osonlik bilan qo'yib yubormaydi. Ushbu olamga kiruvchi, lekin umuman boshqa personajlar ishtirokidagi serial ishlab chiqarilmoqda. U serialda esa ushbu tosh haqida batafsil ma'lumotlarni bizga berib o'tishadi. 5-sezonning 9-qismi chiqadi degan xabarlar esa yolg'on. Bunga ishonib o'tirmang. Serial haqida yana qanday savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Men albatta hammasiga javob berishga harakat qilaman. O'ylaymanki, Stranger Thingsning 5-sezoni haqidagi ushbu video sizga yoqdi. Agar yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.